Murat Efendi ve Uygurlar. Murat Efendi 1930 yıllarda Çöçek'te yaşayan Tatar halkının dağlık dinni alimi bulup, toluq ismi Muhammed Murat Remzi. O 30 yaş vaxtidala Sofizm eqiminin meşhur atı kitaplarından Rishahat, Mektubat qatarlıq eserlerini Parisçeden Arapçaga, Kur'an-ı Kerimni Uygurçaga tercüme qilib, Sharqiy Turkiston va Xitoydagi islom dini sohasida zo'r ta'sir qo'zg'agan. U yana Cho'chakda ham diniy bilimlar ham madaniyat bilimlarini o'rgatadigan maktab qurgan. Bu ayni vaqtda bir yangilik bo'lib, Cho'chakdagi xalqimizning madaniyat bilimlarini o'rganib, nazar doirasini texmo kengaytirishda belgilik muhim rol o'ynagan. Murat Efendi'nin dadısının ismi Abdullah bulup, anısının tegi Qashqarlik Uygur ikenligi ilgiri sürülmekte. Murat Remzi Efendi Qozon shahrida tug'ilgan bulup, 6 yaşından başlapla dadısıdan Kur'an o'qishni o'rgangan. 9 yaşından başlap Arap tili to'g'risidagi dastlabki bilimlarni o'rgangan. 11 yaşından 18 yaşıgacha tag'isi Ismoilga ergishib, O'rta Osiyodagi Buxoro, Samarqand, Anjon, Toshkent va Qashqar qatorliq joylarga berib, shu joylardagi donglik olimlardan ilm tahsil qilgan. Murat Efendini turli islom ziyolilari ichida mashhur qilib o'tgan asri Talfiqul Axbar va Talqihul Asar fi vaqoi Qozon va Bulgar ve Mülki Tatar namlıq əsri. Əslida 1552 yıldan başlap Ruslarning her xil assimilasiya siyosati ve medeniyet ziyankeşligi neticesinde Ruslarga singib yo'qolib ketay degan Qozon Tatarlarga ma'naviy kuch ve milli iftixorlik tuyg'usi beg'ishlab, ularga milliy kimligi, haqiqiy tarixi ve ecdatlarının şanlıq ötmüşünü hatırlatış maqsadida qo'liga qalam elib yezib chiqqan. Ammo bu kitap yalğız Qozon Tatarları, Volga Bulgarları ve Qrim Astraxan Tatarlarının tarixiga ait bo'lmasdan, balki en qadimki davrlardan başlap hozirgi zamonimizgacha bo'lgan Uyg'ur tarixi bilan zish bog'lanib ketgan. Biz şu kitapның vasıtasida Uyghur namının bundan taxminan 5000 yıl burun aşkarı o'ttirg'i chiqqanligini, Qaraxon davlatining bundan 3200 yıl burun qurilganligi, eng oxirgi Qaraxonlikning milodiy 9 asrda qurilganligini bildik. Murat Efendi Talfiqul Axbar degan asrda Uyg'urlar haqidagi rivoyatlardan naql keltirib, cho'ng ko'chishdan keyin Sharqiy Turkistonda qolib qolgan aholilar jami 19 qabila bo'lib, 10 daryo atrofida o'ltiraqlashganlari 10 Uyg'ur, 9 daryo bo'yida o'ltiraqlashganlari 9 Uyg'ur deb atalgan. Aradan necha yuz yillar o'tgandan keyin 10 Uyg'ur bilan 9 Uyg'ur birlashib bir davlat bo'lgan va Uyg'ur deb atalgan. Bularni tunji bo'lib birlashtirgan kishi Qaraxon deb atalgan bo'lib, u vaqt zamonimizdan 4895 yil burunqi chog' edi deydi. Undan boshqa yana shu kitobda O'g'izxon 116 yil hukmronlik qilib, o'rniga cho'ng ham istidodli o'g'li Kunxon Xaqon bo'lganda, dadasiga vazir bo'lgan Arfalni o'ziga vazir qilib olgan. Arfal Uyg'ur qabilasi oqsoqolining o'g'li bo'lib, uning davlatni adolat va haqqoniyat bilan boshqarish tajribasi mo'l edi. Kunxon shu tariqada davlatini unumlik 70 yil idora qilib, u olamga safar qildi deyilgan. Mazkur kitob 1908 yili Orenburgda tunji qitim nashr qilingan bo'lib, olim yuqorqi ma'lumotlarni 1895 yili xotirlagan bo'lsa, demak 4895 yıl burunqi chog' edi deganlik
bu tarixiy hodisa milodidan burunqi 3000-yillari bo'lib, shundoq bo'lganda 2020-yili bu qutlug' va buyuk birlikka saq 5020 yil bo'lgan bo'ladi. 1854-yili Muzikantlar tarixi nomli asarni yozgan bovimiz Molla Ismatulloh Mo'jizimi 1858-yili keskin qilib Xotan, Qashqar va Yarkan xalqi bu joylarda yashab kelgili 5858 yil bo'ldi degan. Murat Apandidan 50 yil burun deyilgan bu keskin tarixiy ma'lumot bizni cho'nqur o'ylantirdi. 20-asr tatarlar uchun Qizil qiyomat dashtini tetigan qonliq bir asr bo'lib, ayni davrdagi eng ilg'or tatar dohilari va yo'lboshchilari vatani xalqi uchun kurash qilib, dunyoning har qaysi joylarida vafot bo'lib ketdi. Alayliq Molla Jarullah Qohirada, Abdurashid Ibrohim Yaponiyada, Zaki Validi To'g'an Turkiyada, Mirsaid Sultan G'aliyev Oral bo'yida, Murat Apandi bo'lsa Cho'chakda vafot bo'lgan. Tatariston hozir ayni vaqtdagi mo'tvarlarining mazorlarini qaytadan ziyorat qilishni boshlab, hozirgi avlodlarga ularni tunishtirmoqda. Dal shuningdek 100 yil burun Tatar xalqining beshiga kelgan kulpatlik kunlar aziz xalqimiz bo'libmi suyumlik Uyg'ur millatining beshiga kelmoqda. 70 yillik balo qazo yetmagandek, mana endi millat sifatida yo'qolib ketish xavfida turyapmiz. O'z tarixini bilmagan, ajdodlarining shonliq ish izlarini unutib ketgan millat hamon o'zgiga havas qilib, o'zidan nomus qilib, singishib tugaydi. Shunga Uyg'urlardanmi bir Murat Apandi chiqib, Uyg'urga xos talfiqul axbordan birini bu millatga taqdim qilish kerak. Chunki Uyg'urlar o'z kechirmishini o'zi yezib chiqmaguncha dunyo Xitoyning hikoyasini anglashga majbur bo'ladi.